Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. AQSh Yevropaga suyultirilgan tabiiy gaz yetkazib berishni to'xtatish bilan tahdid qildi. AQSh energetika vaziri Kris Rayt Yevropa ittifoqini ogohlantirdi. Agar ittifoq metan gazi chiqindilarini kamaytirish bo'yicha qoidalarni yumshatmasa, AQSh gazi boshqa yo'nalishlarga yo'naltiriladi. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Bu qoida jiddiy isloh qilinmasa, Yevropa uchun og'riqli oqibatlarga olib keladi. Bunga esa hojat yo'q. Bu vaziyatni qasddan keskinlashtirish emas. Bizning energiyamiz baribir sotiladi, shunchaki u boshqa joyga yo'naltiriladi, dedi Kris Rayt New Yorkdagi konferensiya doirasida Bloomberg agentligiga bergan intervyusida. Bu bayonot Yevropa ittifoqining energetika masalalari bo'yicha komissari Dan Yorgensenning so'zlaridan keyin yangradi. Yorgensen AQSh va boshqa suyultirilgan tabiiy gaz eksport qiluvchilarning bosimiga taslim bo'lmaslikka va'da bergan edi. U metan chiqindilarini cheklash qoidalarini qayta ko'rib chiqmoqchi emas. AQSh esa ittifoqni qoidalarning murakkabligi va jarima xavfi tufayli savdo aloqalari xavf ostida qolishi haqida ogohlantirgandi. Yevropa ittifoqi energetika vazirlari 26-iyun kuni Lyuksemburgdagi yig'ilishda bu tartibga solish masalasini muhokama qiladi. Yevropa va AQSh o'rtasidagi ziddiyat sabablari nimada? Rossiya gazining o'rni. Yevropa ittifoqi 2022-yilda Ukrainaga bostirib kirilganidan keyin Rossiya gazidan voz kechdi. Shundan so'ng ittifoqning AQSh gaziga qaramligi keskin oshdi. Iqlim. Metan gazi global isish darajasiga karbonat angidrid gaziga qaraganda kuchliroq ta'sir qiladi. Shu sababli metanga qarshi kurash Yevropaning iqlim maqsadlarida bosh o'rinni egallaydi. Siyosatdagi farq. AQSh qazib olinadigan yonilg'i ishlab chiqarishni ko'paytirishga va'da bergan. Bu esa Yevropa ittifoqi iqlim siyosatiga zid keladi va keskinlikni oshiradi. Texnik muammolar va jarimalar. AQShning turli qazib olish havzalaridan iborat murakkab tizimida metanni kuzatish juda qiyin. Eksportchilar esa qoidalarni buzganlik uchun qo'yilishi mumkin bo'lgan jarimalar sababli yangi shartnomalar tuzolmayotganidan shikoyat qilmoqda. Kris Raytning hozirgi pozitsiyasi AQShning avvalgi Bayden administratsiyasi siyosatidan butunlay farq qiladi. Bayden ma'muriyati 2021-yilda Yevropa ittifoqi bilan birgalikda global metan majburiyatini boshlagan edi. Bu kelishuvga ko'ra 2030-yilgacha metan chiqindilarini 2020-yildagi darajaga nisbatan kamida 30% ga kamaytirish ko'zda tutilgandi. Bundan oldin Rossiya o'z ichki bozoridagi taqchillikni bartaraf etish maqsadida Qozog'istondan benzin so'ragani haqida xabar berilgandi. Moskva qo'shni davlatdan qariyb 50 ming tonna AI-92 markali benzin import qilmoqchi. Manba Daryo.uz sayti.